Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va yordam pullarini 1 iyulgacha rasmiylashtirib qo'yish kerak. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin hujjat topshirish, eski tartibda pul olish yoki o'tgan oylar uchun qayta hisoblatish ancha qiyinlashadi. Ayrim holatlarda esa umuman iloji bo'lmaydi. Bu ma'lumot pensionerga ham, farzandiga nafaqa olayotgan oilaga ham, kam ta'minlangan xonadonga ham, nogironligi bo'lgan fuqaroga ham, ijara yoki kommunal kompensatsiya kutayotgan odamga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men buni shunchaki aytmayapman. Bitta hujjat yetishmagani uchun odamlar oyma-oy olishi kerak bo'lgan puldan ayrilib qolayotgan holatlar ko'p. Avval qanday edi? Ko'p to'lovlar bo'yicha odamlar keyinroq boraman. Mahallaga aytib qo'yganman, kartamga tushaveradi. O'tgan yil hujjatni topshirganman, yana kerak bo'lmasa kerak deb yurishardi. Ba'zi joylarda hujjatlarni qo'lda yig'ishardi. Ayrim ma'lumotlar mahalla, bank, soliq, kadastr yoki pensiya jamg'armasi orqali alohida tekshirilardi. Kimdir oilaviy ahvolini yangilamagan, kimdir daromadi o'zgargani bildirmagan, kimdir bank kartasi yopilib qolganini sezmagan. Yana kimdir propiska yoki yashash manzili almashganini rasmiylashtirmagan. Endi nima o'zgaryapti? Davlat to'lovlari tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni siz aytgan gap emas. Tizimda ko'ringan ma'lumot asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Oiladagi odamlar soni, daromad, mulk, mashina, yer, bank hisob varaqlari, pensiya yoki ish haqi, farzandning yoshi, nogironlik muddati, talabalik holati, ijara shartnomasi, kadastr ma'lumoti hammasi alohida tekshiriladi. Agar ma'lumotlar mos kelmasa yoki muddatida yangilanmasa, to'lov to'xtashi, rad javobi kelishi yoki keyingi oyga surilishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar pul tushmay qolsa, keyin borib hal qilaman deb o'ylaydi. Lekin to'lovlar bo'yicha eng muhim narsa muddat. Agar siz 1 iyulgacha hujjatni topshirsangiz, huquqingiz saqlanadi, ko'rib chiqish boshlanadi. Ayrim to'lovlar o'sha davrdan hisoblanadi. Agar muddatdan keyin bo'lsangiz, tizim sizni yangi ariza beruvchi sifatida ko'rishi mumkin. Bu esa oldingi oylar uchun pulni qaytarib olish qiyin degani. Birinchi navbatda bolalar nafaqasi olayotgan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, oilada 3 ta farzand bor, ona ishlamaydi, ota mavsumiy ishda ishlaydi. Oila har oy bolalar nafaqasi olayotgan bo'lsa, tizim ularning daromadini, farzandlar yoshini, oiladagi ro'yxatdagi shaxslarni tekshiradi. Agar katta farzand 12 yoshga yaqinlashgan bo'lsa, agar oilaga yangi chaqaloq qo'shilgan bo'lsa, agar ota rasmiy ishga kirgan bo'lsa yoki aksincha ishdan chiqqan bo'lsa, bu ma'lumotlar yangilanishi kerak. Aks holda nafaqa miqdori noto'g'ri hisoblanadi yoki butunlay to'xtab qoladi. Ikkinchi guruh moddiy yordam olishga muhtoj oilalar. Ko'pincha odamlar biz rostdan ham qiynalyapmiz, mahalla biladi deydi. Lekin hozir faqat mahalla bilishi yetarli emas. Sizning holatingiz hujjatlarda ham ko'rinishi kerak. Masalan, oilada bitta ishlovchi bor, uning oyligi 2 million so'm, uyda 2 nafar maktab o'quvchisi, bitta pension ona va chaqaloq bor. Agar ariza topshirilmasa yoki daromad hujjati to'g'ri kiritilmasa, tizim oilani yordamga muhtoj deb tan olmasligi mumkin. Natijada odamlar nega menga chiqmayapti deb yuradi. Aslida muammo hujjatning vaqtida va to'g'ri rasmiylashtirilmaganda bo'ladi. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning vasiylari. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda muddat juda muhim. Tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, bank hisob varag'i noto'g'ri bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan, fuqaroning nogironlik muddati 2 iyunda tugaydi. U esa iyulda borarman deydi. Iyulda borganda hujjat qayta ko'rib chiqiladi. Lekin oradagi davr uchun to'lov masalasi murakkablashadi. Shuning uchun tibbiy hujjatlar, komissiya xulosasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bank rekvizitlari muddatidan oldin tayyor bo'lishi kerak. 4-guruh pensionerlar. Pensionerlar ko'pincha mening pensiyam doim tushadi deb o'ylaydi. Pensiya odatda barqaror to'lanadi. Lekin bank kartasi muddat tugagan bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, chet elga uzoq muddatga chiqilgan bo'lsa yoki pensiyaga qo'shimcha ustama uchun hujjat kerak bo'lsa, bu albatta rasmiylashtirilishi lozim. Ayniqsa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi.
Yoshga doir pensiyaga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha hujjatlar to'liq bo'lmasa pul kechikadi. 5-guruh kommunal to'lovlar yoki energiya xarajatlari bo'yicha kompensatsiya kutayotgan oilalar. Oxirgi paytlarda gaz, elektr, isitish va boshqa xarajatlar bo'yicha ayrim toifadagi fuqarolarga yordam yoki kompensatsiya berilishi haqida ko'p gapirilmoqda. Bu yerda eng muhim narsa shuki, hisoblagich kimning nomida, uy kadastri kimga tegishli, oilada kimlar ro'yxatda turibdi, bank kartasi kimning nomida, imtiyozga asos bo'ladigan hujjat bormi? Masalan, uy boboning nomida, lekin uyda o'g'il, kelin va 3 nafar bola yashaydi. Kommunal hisoblagich ham eski egasining nomida. Bunday holatda kompensatsiya avtomatik tushadi deb kutish xato. Avval mulk, yashash joyi va to'lovchi ma'lumotlarini tartibga keltirish kerak. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashaydigan oila bor deb olaylik. Oilada xotin va 2 farzand. Ota taksida ishlaydi, rasmiy daromadi ko'rinmaydi. Ona uy bekasi. Ular bolalar nafaqasi uchun ariza bermoqchi. Agar ular faqat mahallaga og'zaki aytsa, bu yetarli emas. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili, bank kartasi, oiladagi daromadga oid ma'lumotlar tizimda to'g'ri ko'rinishi kerak. Agar ota nomida qimmat avtomobil bo'lsa yoki bir nechta uy ko'rinsa, tizim oilani kam ta'minlangan deb topmasligi mumkin. Odam men mashinani ishlatmayman, amakim haydaydi desa ham, hujjatda mashina uning nomida bo'lsa shu hisobga olinadi. Ikkinchi misol. Andijonda bir ayol 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Aliment rasmiy undirilmaydi. Ota bolalarga ba'zan naqd pul beradi. Ayol yordam puliga ariza bermoqchi. Bu yerda ajrim hujjati, aliment bo'yicha holat, bolalarning yashash manzili, onaning daromadi va bank hisob varag'i muhim. Agar bolalar otasining manzilida ro'yxatda qolib ketgan bo'lsa, tizim oilaviy tarkibni boshqacha ko'rsatishi mumkin. Natijada ayolning haqiqiy holati bilan tizimdagi holat mos kelmaydi. Shuning uchun 1 iyulgacha bunday ma'lumotlarni tekshirtirib olish kerak. 3-misol. Samarqandda pensioner ota bor. U pensiyasini plastik kartadan oladi. Kartaning muddati iyun oyida tugaydi. Ota bank o'zi almashtirib beradi deb yuradi. Lekin karta yangilanmasa yoki yangi karta pensiya tizimiga bog'lanmasa, iyul oyidagi pensiya kechikishi mumkin. Bu yerda muammo pensiya yo'qligida emas, texnik rekvizitda. Shuning uchun bankka borib, kartaning amal qilish muddatini tekshirish, yangi karta olingan bo'lsa, hisob raqami to'g'ri ulanganini aniqlash kerak. 4-misol. Qashqadaryoda nogiron farzandi bor oila yashaydi. Farzand uchun nafaqa olinadi. Tibbiy komissiya xulosasi muddati tugashiga oz qolgan. Ota-onalar ish bilan ovora bo'lib, keyingi oy ko'rsatamiz deyshadi. Lekin tibbiy xulosa yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Qayta tiklash jarayoni esa vaqt oladi. Bolaning dori-darmon, reabilitatsiya, yo'l xarajatlari bor. Bir oylik kechikish ham oilaga og'ir tushadi. Shuning uchun bunday oylar muddatni kalendarga yozib, oldindan harakat qilish shart. 5-misol. Buxoroda bir oila ijarada yashaydi. Ular ijara yoki uy-joy bilan bog'liq yordamga umid qilmoqda. Lekin ijara shartnomasi rasmiy emas, kelishib yashayapmiz deyshadi. Bu holatda davlat yordami uchun asos yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy ijara shartnomasi, to'lovlar, yashash manzili, ariza va bank rekvizitlari bo'lmasa, yordamni tasdiqlash qiyin. Ko'pchilik aynan shu yerda xato qiladi. Real hayotda ijara to'laydi, lekin hujjatda bu ko'rinmaydi. Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, nafaqa yoki pensiya muddatingiz cheklanmagan bo'lsa, oldingi arizangiz tasdiqlangan va tizimda faol turgan bo'lsa, vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki hammasi joyida deb o'ylagan odamning hujjatida ham ba'zan bitta kichik xato chiqadi. Ism, familiyada harf xatosi, tug'ilgan sana noto'g'ri, bank kartasi eski. Telefon raqami boshqa odam nomida, yashash manzili yangilanmagan. Agar siz umuman davlat to'lovi olmayotgan bo'lsangiz, daromadingiz yetarli bo'lsa, farzandlaringiz nafaqa yoshidan o'tgan bo'lsa, imtiyozli toifaga kirmasangiz, sizga bu masala bevosita tegmasligi mumkin. Lekin oilangizda ota-onangiz, qarindoshingiz, qo'shningiz yolg'iz yashaydigan pensioner yoki nogironligi bo'lgan inson bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazing. Chunki ko'pincha eng muhtoj odamlar internetdagi yangilikni ko'rmaydi, telefon ishlatmaydi yoki hujjat ishidan qo'rqadi. Birinchi nozik jihat, ariza topshirishning o'zi pul albatta chiqadi degani emas.
Men buni alohida ta'kidlayman. Ariza topshiriladi. Keyin ma'lumotlar tekshiriladi. Oilaning ehtiyojmandlik darajasi baholanadi. Hujjatlar solishtiriladi. Agar shartlar to'g'ri kelsa, to'lov tayinlanadi. Agar shartlar mos kelmasa, rad javobi keladi. Lekin muddatida ariza bermasangiz, hatto huquqingiz bo'lsa ham puldan kechikishingiz mumkin. Ikkinchi xato, mahalladagi tanishimga aytdim, bo'ldi deb o'ylash. Yo'q, faqat og'zaki gap yetmaydi. Ariza raqami qabul qilingan sana. Qaysi tashkilotga topshirilgani, kim qabul qilgani, qanday hujjatlar ilova qilingani bo'yicha iz qo'yish kerak. Agar ertaga muammo chiqsa, men aytgandim degan gapni isbotlash qiyin. Shuning uchun ariza topshirganda tasdiqlovchi qog'oz, SMS, elektron ariza raqami yoki qabul qilinganligi haqidagi ma'lumotni saqlab qo'ying. Uchinchi xato, boshqa odam nomidagi karta berish. To'lovlar odatda huquq egasining o'z nomidagi bank hisob varag'iga tushishi kerak. Masalan, onaga bolalar nafaqasi tayinlangan bo'lsa, karta ham onaning nomida bo'lgani yaxshi. Pensionerning puli o'g'lining kartasiga tushsin deyish ayrim holatlarda muammo keltirib chiqaradi. Vasiylik, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik bo'lsa, alohida tartib bo'lishi mumkin. Lekin oddiy holatda hujjat va karta egasi mos bo'lishi kerak. To'rtinchi xato, yashash manzilini e'tiborsiz qoldirish. Odam aslida bir joyda yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa joyda turadi. Oilaviy tarkibni aniqlashda bu juda muhim. Masalan, kelin-kuyov alohida yashaydi, lekin ro'yxatda ota-onasi bilan birga. Tizim ularni bitta oila deb ko'rsatishi umumiy daromadni qo'shib hisoblash ehtimoli bor. Shunda real hayotda qiynalayotgan yosh oila hujjatda katta oilaning bir qismi bo'lib ko'rinadi. Natijada yordam chiqmasligi mumkin. Beshinchi xato, mulkni boshqalarga vaqtincha berib qo'yish yoki rasmiylashtirmaslik. Ba'zi odamlar bu uy meniki emas, faqat nomimda dedi. Lekin tizim uchun mulk kimning nomida turgani muhim. Agar sizning nomingizda uy, yer, do'kon, avtomobil yoki boshqa mol-mulk tursa, bu ehtiyojmandlik bahosiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi holat real holatga mos bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, to'lov muddati tugagandan keyin qayta tiklash. Ayrim to'lovlar bo'yicha agar siz kechiksangiz, keyingi oydan boshlab tayinlanadi, oldingi davr uchun berilmasligi mumkin. Masalan, iyungacha rasmiylashtirish kerak bo'lgan hujjatni avgustda topshirsangiz, tizim avgustdagi arizani asos qilib oladi. Siz iyulda ham haqqim bor edi desangiz ham, ariza o'z vaqtida bo'lmagani sababli qayta hisoblash qiyinlashadi. Shuning uchun iyul sanasini oddiy eslatma emas, amaliy chegara deb qabul qiling. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lovga da'vogarligingizni aniqlang. Bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, nogironlik nafaqasimi, pensiyaga qo'shimchami, kommunal kompensatsiyami, ijara yordami yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Har birining sharti boshqa. Hamma hujjatni bitta joyga topshirib, hammasi avtomatik hal bo'ladi deb o'ylamang. Ikkinchi qadam, ID karta yoki pasportingizni tekshiring. Hujjat muddati o'tmagan bo'lsin. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'ri yozilgan bo'lsin. Agar yaqinda nikohdan o'tgan, ajrashgan yoki familiya almashtirgan bo'lsangiz, barcha hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya bo'lsa, tizimda chalkashlik chiqadi. Uchinchi qadam, oilaviy hujjatlarni yig'ing. Nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, vasiylik bo'lsa vasiylik hujjati, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, talabalik bo'lsa o'qish joyidan ma'lumot, daromad bo'lsa ish joyidan ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham barcha hujjat talab qilinmaydi. Lekin tayyor turish sizga vaqt yutadi. To'rtinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta o'z nomingizda bo'lsin, muddati tugamagan bo'lsin, hisobvaraq bloklanmagan bo'lsin. Bank ilovasida karta faol ko'rinyaptimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Shularni tekshiring. Agar karta yaqinda almashtirilgan bo'lsa, tegishli tashkilotga yangi rekvizitni bildiring. Ko'p to'lovlar aynan karta xatosi sabab kechikadi. Beshinchi qadam, yashash manzili va ro'yxat masalasini aniqlang. Mahalla migratsiya bo'limi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali siz qayerda ro'yxatda turganingizni, oilangizda kimlar birga ko'rsatilganini tekshirtiring. Agar real yashash joyingiz bilan rasmiy manzilingiz farq qilsa, ariza topshirishda bu masalani alohida tushuntiring va zarur hujjatlarni tayyorlang. 6-qadam, arizani rasmiy topshiring. Buni mahalla orqali, inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali,
davlat xizmatlari markazi orqali yoki mavjud elektron platformalar orqali amalga oshirish mumkin. Qaysi yo'l qulay bo'lsa shundan foydalaning, muhimi. Ariza qabul qilganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. Ariza raqamini suratga olib qo'ying. SMS'ni o'chirmang, qog'oz bo'lsa yo'qotmang. 7-qadam javobni kutib o'tirmasdan holatni tekshirib boring. Ariza topshirildi degani ish tugadi degani emas. Ba'zan qo'shimcha hujjat so'raladi. Ba'zan ma'lumot bazada chiqmaydi. Ba'zan xodim sizga qo'ng'iroq qiladi. Telefoningiz doim ishlab tursin. Begona raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa ham. Ehtiyotkorlik bilan javob bering. Agar hujjat yetishmasa, imkon qadar tez yetkazib bering. 8-qadam rad javobi kelsa, sababini so'rang. Rad bo'ldi degan gap bilan to'xtab qolmang. Nega rad bo'ldi? Daromad yuqori ko'ringanmi? Mulk bor deb chiqqanmi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? Hujjat yetishmaganmi? Bank rekviziti xatomi? Sababini bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. Sababini bilsangiz hujjatni to'g'rilab qayta murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Agar siz ariza yozayotgan bo'lsangiz, gapni murakkablashtirmang. Aniq sodda va faktlar bilan yozing. Masalan, men falonchi falon manzilda yashayman. Oilam tarkibida falon nafar shaxs bor. Hozirgi daromadimiz falon so'm. Voyaga yetmagan farzandlarim bor. Ijtimoiy yordam yoki tegishli to'lov tayinlashni so'rayman. Hujjatlar ilova qilinadi. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosa raqami va muddati ko'rsatiladi. Agar ijara bo'yicha bo'lsa, ijara shartnomasi haqida yoziladi. Agar kommunal kompensatsiya bo'yicha bo'lsa, hisoblagich yoki abonent ma'lumoti ilova qilinadi. Eng muhimi, arizada yolg'on ma'lumot bermang. Daromadim yo'q deb yozib, aslida rasmiy ish haqi olayotgan bo'lsangiz, tizim buni ko'rsatadi. Mulkim yo'q deb yozib, nomingizda uy yoki mashina bo'lsa, bu ham chiqadi. Yolg'on ma'lumot nafaqat rad javobiga, balki keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun halol va aniq ma'lumot bering. Yana bir maslahat. Hujjatlaringizning nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda ham surat qilib qo'ying, lekin faqat telefonga ishonmang. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, bank rekviziti, tibbiy xulosa, ijara shartnomasi. Ariza nusxasi, javob xati, bularning hammasi keyin kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa katta yoshdagilar uchun farzandlari bunday papkani tayyorlab bersa, juda yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p tartiblar yarim yillik kesimda yangilanadi. Ma'lumotlar qayta tekshiriladi. Budjet va reyestrlar sharhlanadi. To'lovlar yangi davr bo'yicha hisoblanadi. 1 iyuldan keyin tizimlar yangi ro'yxat, yangi holat yoki yangi talablar asosida ishlashi mumkin. Sizning hujjatingiz eski davrga ulgurmasa, keyingi davrga tushib qoladi. Bu esa bir oy, 2 oy yoki undan ko'proq kechikish degani. Men odamlarga doim shuni aytaman. Davlat to'lovlarida eng qimmat narsa vaqt. Pul miqdori 200 ming so'm bo'ladimi? 500 ming so'm bo'ladimi? 1 million so'm bo'ladimi? Oila uchun baribir ahamiyatli. Masalan, 3 oy kechiksangiz, har oy 500 ming so'mdan 1 million 500 ming so'm yo'qotishingiz mumkin. Bu pulga bola uchun kiyim, dori, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki yo'l xarajati qilinadi. Shuning uchun ertaga boraman degan beparvolik real pul yo'qotishiga olib keladi. Ayniqsa chekka hududlarda yashaydiganlar. Internetdan kam foydalanadiganlar, hujjat ishlari bilan qiynaladiganlar, yolg'iz pensionerlar, nogiron farzandi bor oilalar, ajrashgan ayollar, ijarada yashayotgan yosh oilalar bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Kimningdir huquqi bor, lekin hujjati yo'q. Kimningdir hujjati bor, lekin arizasi yo'q. Kimningdir arizasi bor, lekin bank kartasi noto'g'ri. Natija esa bitta, pul tushmaydi. Xulosa shuki, 1 iyulgacha o'zingizga tegishli bo'lgan to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va yordam pullari bo'yicha hujjatlarni tekshirib, rasmiylashtirib qo'ying. Pasport, oilaviy hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili, daromad ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, ijara yoki kommunal hujjatlar hammasi tartibda bo'lsin. Og'zaki gapga emas, rasmiy ariza va tasdiqqa tayanch qiling. Agar sizda shunday to'lov bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Qaysi to'lov haqida so'rayapsiz? Muammo nimada? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va eng muhimi, hujjat ishini oxirgi kunga qoldirmang.